Egasidan so'radingizmi? Aniqmi? Tushunmadim. Bir zamonlar har kuni ertalab 8:30 da Milliy kanalda bunchalar zo'rsan degan ko'rsatuv bo'lgan ekan. Unda Abbos degan bitta zo'r boshlovchi bo'lgan ekan. Va yonida doim uni ko'ra olmaydigan Farinasi bo'lgan ekan. Farinaga insof so'rab Abbos qarib chol bo'lib qopti. Va shunday qilib uning hikoyasi. Tugaptimi? Egasidan so'radingizmi? Farina Egasi yoki so'rash kerak emas. Meni ko'rsa bo'ldi, ruxsat beraveradi deysizmi? Milliy Chorsu o'zimizniki Farina. Endi baribir ham. Chorsu bozor. Biz har doim kelamiz bu yoqqa. Sotuvchilar hammasi taniyman. Hammasiga Endi ukazman. bekorga nimadir olsang so'rab olgin yoki so'rab tanovvur qilgin deyshadi-da. Mayli. Marhamat, salomlashing. Buni ham so'rashim kerakdir, balki. Albatta, chalib salomlashing. Avvalambor assalomu alaykum. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni qadrli, qadri baland, mehri baland, o'zi baland. Ya habrat. Muhabbati baland muxlislari. Qizlar bilan so'zi shirin, o'zi shirin, ko'zi shirin, yuzi shirin Abbos. Va Sen ketman bilan beliga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman. Bilasizmi, o'zi siz meni ko'ra olmaysiz. Yeah. Mana shu gaplaringizdan Nimaga ko'ra olmayman, Farina? Menga nimadir dedimmi? Mana paltoda kiyib siz chizdan jemper kiygansiz. Men ko'raman, ko'raman. Sochingiz bunday tarab olibsiz. Men ko'raman, ko'raman albatta. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi yana efirda. Biz sizning kayfiyatingizni ko'taramiz. Albatta, biz bilan birga bo'lsangiz. Albatta, biz bugun Chorsudamiz, azizlar. Bunchalar Zo'rsan.